O'chirtda oxiri mana shu Sankt-Peterburgda atrofidagi Kat degan aylanasida ketyapman. Ya'ni u tarafimiz ham, bu tarafimiz ham dengiz. Shunday yo'lda ketayotganimizda shunaqa joylar ham chiqadi, qaranglar. Hammasini eshitib turamiz. Endi plombani urib bo'lgani uchun torta olmadim. Respublika Qozog'iston, I10 ga Orenburg. To'xtatdimi sizni? Yo'q. Endi to'xtatdi. Mana o'sha platon. Match Pony baksalarga bizga 53.383.512 so'mga to'g'ri kelibdi. Jigarlar, bizda bitta yomon xabar bor. Xullas, vobshe hozir ko'rsatadigan bo'lsam, yuraklarim siqilib ketyapti. Imunda qayerdan yo'q ko'rinayotgani, o'qiyotgani bilinmayapti. O'zbek puliga 40.800 so'm. 6.440.000 so'mga tushdi. Shu 4 dona Bolt 20 litr avtol. Jigarlar, lekin bunisi asabni buzyapti. Taxograf so'rab, chip karta so'rab. Rossiyaning ba'zi joylari qanaqadir tushunmaydigan chiroyli atmosferasi bor. Niyatni qilib harakatni boshlaganimga по-моему 5-6 oy bo'ldi va nihoyat bugun shu videoni, shu atalgan videoni olish arafasida turibman. Ya'ni birinchi mustaqil reysim. 2 marta shogird bo'lib chiqdim. Ungacha samasvalda olgan videolarimning ichida ham har bittasida gapirdim, qachondir fura minaman, qachondir nima qilaman deb. Xudo xolasa bugun ikkinchi mustaqil reysim. Mustaqil reysdagi birinchi video bo'lgani uchun obloshkaga birinchi mustaqil reys deb yozilgan. Xudo xolasa shu reysni boshlash arafasida turibman. Mashinam va yo'lim, manzilim haqida to'liqroq ma'lumotni sal keyinroq beraman. Hozirda meni video olish bo'yicha ssenariydagi gaplarim tugab qolgan, chunki ancha bo'ldi, 2-3 oy bo'ldi umuman kameraga gapirmaganimga. Endi xudo xolasa qanaqadir ozgina motivatsiyani olib, yana kamerani yoqib yuzlandim. Videoni boshlashdan oldin hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Videoni ko'rishda davom etinglar. Ozgina narsalarni yig'ishtirib chiqib, yo'lga chiqquncha kech bo'lib ketib qoldi. Xudo xolasa Toshkentgacha 229 ming yuki mana Tojikistonda Kadibodom degan bitta oblast bor ekanmi, qishlog'i bor ekan, shu yerga yaqin joydan Beshariq tarafdan yuklangan Sukhoy frukt. Xudo xolasa bu yukni Moskvaga olib boramiz. O'tgan safarga reysimda qayerga borganim, qanaqa nimalar bo'lgan bo'lsa, hammasini o'rtada videolari bor, shularni qo'yib ketaman. O'tgangi reysim Peterga bo'lgan, bu safargisi Moskvaga xudo xolasa. 22 kunda borib kelgan edim Peterga. Qani, по-моему, Moskvaga qanchada borib kelamiz ekan. Birinchi reysimda video olganimda qiziqroq chiqardi, lekin men o'zim yo'lni ham, ishni ham bilmaganim uchun video ola olmadim. Muammo, problema, ya'ni yukni bilmayman, tilni bilmayman. Shu birinchi mustaqil reyslik uchun hali lishniy oshiqcha ishda bu ham YouTube ham как будто 2 soat, 3 soatlik videoga vaqt sarflash kerak. Eng kamida syomkani o'zi uchun, endi misol uchun shunaqa vaqt ketadi, o'sha hammasini hisoblaganda. Hozir Qo'qondan chiqib keldik, Perevalga qarab ko'tarilyapman. Endi Naves postdan o'taman xudo xolasa. Ikkinchi tunnelga ham chiqib oldik. Xudo xolasa tushib, ikkinchi tunneldan chiqib, dizel olsa yaxshi bo'ladi. Dizel 0 ga yotib qolgan. Kechqurun mana shu yerda to'xtab uxlagan edim. Dizelim qolmagan, orqadan bitta mashina keladi, hozir yarim soatda. Shu mashinadan dizel olaman. O'zi asli tushib ketsam bo'ladi, hech qancha rasxod qilmaydi. Qancha qo'yaman, qancha qo'ymayman, shunisi ham bor. Shunga bitta sherigim keladi, где-то 50 ta sanarka olib turaman. Keyin yana yo'lda Dakansa davom etamiz. Bir amallab dizelni mashinadan o'tkazdik. Mana yo'lni yuziga chiqib turganiga ahamiyat bermaysizlar, ozgina chiqarganman, sababi kanistrdan qo'yganman shunga. Nasos yo'q, boshqa narsa yo'qligi uchun. Dizelni olib Dakansa Chirchiqqa, Mayskiga qarab ketamiz. Mayskiy tamojnadan o'tamiz. Hozir yo'lda bitta odamdan pochta olishimiz kerak.
narsasi bor, shuni Moskvaga berib qo'yish kerak. Shu narsani olamiz. Chirchiqqa burilganda, xudo xolasa keyin yana dakansa davom etamiz. Ohangarondan chiqib ketyapman. Mashina haqida qisqacha ma'lumot berib, funksiyalari bilan tanishtirib qo'ysam. Xullas, mana mashinani oldidagi mashinaga qo'yib qo'yganman. 60 metr, 65 metr, 55 metr razitsa olib ketadi. Mana yonida turgan, mana unisi 57, u mashinani tezligi. Shu mana palasa держателlar ham bor. Mabodo adashib palasani essa, mana signallar beradigan. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun haligina emas. Ya'ni kommentda negativ yozib o'tirish shart emas aka. Вот, xullas shunaqa. Общий 83, ограничение ham 89 gacha, 89 gacha chiqadi. Men yerdan ko'taraman. Oldida mashinaning tezligi necha bo'lsa, shuncha nima qilib olib ketadi. Ko'ringlar. Uje men gaz bosmayapman, oyog'im bu tarafda turibdi. Rol ushlab ketaman, xolos. Keyin yana bitta narsa, agar oldida mashina sekillasa, bu ham gorniyni bosib sekillaydi. Mana hozir gorniyni bosib tushib ketyapti. Oldida mashina sekillayapti. Agar tezlasa gaz bosadi. O'ta reski tormoz bosadigan bo'lsa, tormoz ham bosadi. Mana yerda qanaqalar bor. Distansiyonni datchiklar. Hozir Chirchiq tarafga burilamiz. Shu Chirchiq tarafga burilganda bitta insonning pochtasi bor. Dalnaboy Toshkent, Habibullohgani. Pochtani olib Moskvaga yetib qo'yishimiz kerak. Xudo xolasa shuni olib yo'lda dakancha davom etamiz. Kichkinagina gilam, mana ikkinchi taspanniga oladigan. Toshkentga kirmasdan Chirchiqqa qarab burildim. Pochtani ham olib oldim. Просто syomka qilgani vaqt bo'lmadi. Shunaqa pajar shoshilishda ketyapman. Ana bitta sherigim bor, o'tgan reysda birga ketgan Namanganlik akaxon. Shu akaxon kelgan ekan, iloji boricha maksimalni shu bilan orqa-orqa qo'yib olay, granitsadan birga o'tib ketaman, tushunmagan narsalarim yordam beradi degan maqsadda shunaqa shoshib ketyapman. Iloji boricha radarga ham qarayapman. Bundan bu yog'ini o'zi vobshe Toshkentda o'zi vobshe bilmayman. Mana shu aylanasini bilaman, ana betonkani aylanasini. Xolos. Chirchiqqacha, Mayskigacha urib olganman. Hozir 49 kilometr ko'rsatyapti. Boramiz endi 1 soatda uzog'i. Chegarani yo'nalishini ham aytib ketay. To'g'riga Chorvoqqa, Bochka tarafga ketish, o'ngga, mana Mayskiga, Chirchiq, Qibray tarafga qarab tushib ketamiz. Прямо 4 kilometr. Mana shu yerdan 4 kilometrdan keyin yana o'ngga edi adashmasam. Xullas shunaqa, mashinamni mana tentni chekasida tros bo'ladi, plomba iladigan tros. Shu tros uzilib ketgan meniki. Qayta ulab nima qilib kelgan edim. Hozir shuni granitsaga borganda remont qilib olishim kerak. Voy. Mana yomon ekan sal. O'chirtdi oxiri mana shu 3,7 kilometr ekan, 3,7. O'tgan safar 4 kilometrli o'chirtdan 2 sutka. Ferman oldi, yuryapti, ferman oldi. O'sha mana yuryapmiz ekan. O'tgan safar 4 kilometrdan 2 sutkada o'tganman. Rolni 2 sutkada o'tganman. Endi hozir qanchada o'tamiz bilmayman. O'chirt shunaqa tarzda sekin 300 metr, 200 metr, 300 metr, 200 metr, ba'zida 100 metr shunaqa qilib jiljib turadi. Oldin mana reflar ham bezochir haydashardi. Naryoqda отдельный haligi refchilarning o'zini stanka tarafda joyi bor edi. Bu safar nimagadir hamma ref o'chirta turib kelyapti. Xo'p, hali aytgan remenim o'tgan safargi Qozog'istondan Rossiyaga o'tar payti mana yerda uzilgan joyi bor edi. Shu joyni chegarada uzdirib, polniy mashina yonboshimni ochtirgan. Bo'lmasam tir bilan chiqib ketganman. Plombalar bor edi. Shuni ochtirgan, bir yo'lini qilib chiqib ketganman. Endi bu trosni yangi olganman. Mashina turibdi, hozir shuni polniy chiqarib turib ikkala tarafini ham almashtiraman.
almashtirish jarayonida unaqa qiyin narsa emas ekan. Men ham birinchi marta almashtiryapman. Shu tarafdan birinchi suqib olaman-da, i o'rtaga olib kelib turib, narigi tarafini tortib olaman. Buni tezlashtirilgan kadrda ko'rishingiz mumkin. Narigi tarafi o'rtasi bo'ldi. Endi bu tarafini olib borishim kerak oxirigacha. Shunaqa qilib o'tkazib chiqishim kerak. Mana shu uchidan mana plombani o'tkazadi. Plomba o'tkazganda ham yana bir qator video olib ko'rsataman. Sizlarga foydali bo'lishingiz uchun. Yo'lda normalniy shtraf yoki orqaga qaytargizishi mumkin. O'zbekistonga Rossiyaga borsanglar, Rossiyadan, O'zbekiston, Qozog'istonda u chekasiga borsanglar, u chekasidan. Mana shu plomba uchun. Bizda soat kechqurungi 10 dan o'tdi. Pasha har tomonlama chaqib yotdi. Ezvordi, bu yoqdan ham, u yoqdan ham pasha keladi ikki tarafimiz dalalik uchun. O'cha tiqqida 1 kilometr yurdikda kelganimizdan beri yana 2 kilometrdan oshiqroq bor. Stankiga dovur. Granitsani yonidagi stankiga dovur. Endi, по-моему, bugun ertalabgacha o'tib olishimiz juda qiyin narsa. Stankiga borib olsak ham juda katta gap. Chunki kechasi yana ham sekin ishlaydi. Qozog'iston vaqti tortmayapti. Sekin tortadi Qozog'iston taraf. O'zbekiston taraf moshni ishlayapti, Qozog'iston taraf sekin ishlayapti. Bu o'chirtda asosan ikki tomonga bog'liqda. Qozog'iston tarafga ham, O'zbekiston tarafga ham. Qozog'iston taraf sekinlasa, O'zbekiston taraf ham sekinlaydi avtomatik. Yana granitsaga kirganda sizlarga tushunarli bo'ladigan ma'lumotlarni yetkazib borishga harakat qilaman. Hozir shu o'chirt payti 1 soat, 2 soatdan uxlab, shunaqa qilib, chola uyqu bo'lib uxlab turaman. Ungacha sizlar o'tgangi reysimda Peterga bo'lgan safarimdagi Rastamoshkadan yuk tushiradigan joyimgacha bo'lgan joyda yo'l yurgan nimam bor. Ya'ni Peterra aylanasi kat, shu yerda dengizlardan o'tganman, paromlarni ko'rganman. Shulardan bir manzarali joylardan qisqacha videolarni ko'rib turasizlar. Ungacha agar nasib qilsa, kechqurun qizaloq narsa bo'lib qolsa, videoga olib ma'lumotlar bo'lib qolsa, yetkazib borishga harakat qilaman. Bo'lmasam ertalab ko'rishguncha akalar. Sankt-Peterburgda atrofidagi kat degan aylanasida ketyapman. Ba'zi joylari 4 ta palasali, ba'zi joylari 3 ta palasali ekan. Hozir biz o'tadigan joyimiz vobshe juda go'zal joydan o'tamiz. O'zim hali ko'rmadim, karta bo'yicha ko'rsam shunaqa tuyuldi. Ya'ni u tarafimiz ham, bu tarafimiz ham dengiz. Shu dengizni ustida 30 kilometr ko'prik bor. Shu ko'prikning ustidan o'tamiz. Hali manzarasi qanaqa o'zim ham bilmayman. Biroz keyingi YouTube'dagi videoyim uchun qanchadir minutini olib qo'ymoqchiman. Imенно Peter yo'liga. Chunki keyingi safarim qayerga bo'lishini aniq bilmayman. Balki Moskvaga, balki O'zbekiston ichi, balki Qozog'istonning qaysidir joyiga. Shu uchun qisqa video qilib olib qo'yaman. Men hali Peterra chiroyli joylarini ko'rdim deb o'ylamayman. Chunki Peterra ichiga kirganimdan keyin 30 kilometr yurdim xolos. Hozir yana 88 kilometr yuraman. Bunda qanaqa joylari bor, qanaqa joylari yo'q, o'zim uchun Peterni kashf qilaman. Asosan O'zbekistonlik reflarga juda ko'p yuk bo'ladi, chunki bu yerda anaqa kema, parom keladigan joy bor. Shu joydan banan ko'proq keladi O'zbekistonga. Bananni pashti 90% shu yerdan boradi O'zbekistonga. Meni bilishim bo'yicha, chunki mana yuk istadim O'zbekistonga obratni qaytishga. Tolka refchilarga Peterdan banan chiqyapti. Jigarlar, mana sizlarga Peter. Voy, mashalloh, chiroyliligini qaranglar. Biz hali endi kirib keldik, dengiz joyiga endi kirib keldik, hali boshlanmadi. Voy, mana bu tarafini ham qaranglar. Mashalloh. Kim o'ylabdi deydi, bir aylanib shunaqa joylarga kelib qolaman deb. Turkiyani Istanbul shahridamiz deyisham bir kun nasib qilib qolar. Hozircha Peterni shunaqa joylardan o'tib tursak yetadi. Suvi qanaqadir hidi bor ekan. Mana shu moshlargacha kelyapti. Baliq hidimi bu, nimanidir hidi kelyapti lekin. Kecha badbo'yroq. Mana aytganimdek, ba'zi joyi 4 palasali, ba'zi joyi 3 palasali, shunaqa joyga yetib kelyapmiz. Mana shu tarafdan katta kemalarda Afrikadanmi, qayerdandir bananlar kelar ekan.
Shu bananlar shu yerdan tarqar ekan, polniy SNGga. Mana imенно shu qirg'oqdan. Biz hozir ko'prikka chiqyapmiz, sal balandroq joyga, balki chiroyliroq ko'rinsa kerak. Mana shu dengizda tagidan o'tgan ko'prik ham bor ekan, ya'ni most bor ekan. Shu yerdan o'tyapmiz. Voy mashalloh, chiroyliligini qaranglar. Aytganimdek, ana yerdan mana katta kemalar kelyapti. Mana yerga 10 yerga boryapti. Mana jigarlar, kemalar. Meni mana shunaqa dengizli, suvli joyga kelganda navigatorim ishlamay qolyapti. Hozir ham umuman navigatorim haliginaqa местоположение, meni lokatsiyam nariga dengizni ichida yuribdi. Umuman ko'rsatmayapti meni lokatsiyam. Endi tavakkal 45 kilometr to'g'ri ko'rsatganida 45 kilometr yurib ko'raman-da, to'g'riga. Keyin bitta stanga chiqsa to'xtayman, bo'lmasam iloji yo'q, avarinkani yoqib, bitta to'xtash neudobniy bo'lsa ham, bitta joyga to'xtab olaman. Mana shunaqa joylarga umuman to'xtamayman-da, mana yerga sig'mayman yoki-da yo'li yomon, ana armaturalari chiqib yotibdi. Bunaqa joyga vobshe to'xtab olmaydi. Faqat imенно shu katta mashinalar to'xtab turgan stansiyaga to'xtaverish kerak imkon qadar. Mana 10 palasaga o'tib olsanglar, mana bu съезд обкир ketib qoladi desam, yaxshi, mana yerda ham palasa bor ekan. Bu yog'i o'zi Yevropani atmosferasiga kirib ketdi akalar. Shunaqa daraxtlar bilan. Hozirgi videodagi xotirjamligimni ko'rib, bu bolani birinchi reysimi yoki-da anchadan beri minadimi degan savol kelishi bu tabiiy hol. To'g'risi, qiyinchiliklarimni, ko'p joylarini, ko'p narsalarini qo'ymaganman. U yerda faqat ko'chani, manzarani, chiroyli joylarini qo'yganman. Endi bu reysda bundan keyingi davomiy videolarda qanaqa qiyinchilik bo'lgan, qanaqa narsaga tushunmaganman, hamma narsasini to'liq yoritib beraman. Xudo xolasa biz ancha yurib qoldik. Chegaraga pastga kirib qoldim. Oldimda 2-3 ta mashina bor granitsada. Hozir buni karta bo'yicha ko'rsataman. Pastda stanka granitsaga yetishdan oldin hamma mashinalar to'planadigan bitta stanka bor, 3-4 qator bo'ladigan. Shu stankani ichida turibman. Shu stankani ham boshiga kelib qoldim. Xudo xolasa shomgacha o'tib olamiz. O'tib olsam kechasida 300-400 kilometr kamida yurib qo'yish kerak, chunki kunduzi Qozog'istonda yurish azob, balonlar qiziydi. Tim bo'lim meni mashinam mega. Kechki soat 3 da o'tdim va nihoyat hali chiqmadim. Granitsaning ichida turibman. Oldimda mashina bor. Mashincha butkalar bor. Har bittasidan pechat urdirib chiqish kerak. Bu Qozog'iston tarafga berilgan Bigino. Где-то 10 tamigim bo'ladi, mana hammasi bor. Shularning ichidan hamma yo'g'ini urdirib, har bittasini urdirib chiqib ketish kerak ekan. Oxirida buni ko'rib, tekshirib, keyin chiqazib yuboradi. Bu bo'lsa pasport. 285 tangadan 828 litr salarka qo'ydim. O'sha 236 ming tanga bo'ldi. O'zbek puliga 1 litri 7561 so'mdan, 7,5 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Ofshisi 6,261 minglik salarka qo'yamiz. 7,5 ming so'mdan ancha arzon lekin O'zbekistondan. Yana plus juda zo'r va top-toza sifatli salarka. Endi mana shu chegarani u yerda oshxona bor, 200 metrdan keyin shu yerda choyni ichib, bitta damni olib uxlab, ertaga kechqurun yuramiz, chunki hozir soat 4 bo'ldi. Kunduzi balon qizib ketadi. Shunga shomdan keyin yo'lga chiqamiz. Mana shu atrofda bironta joyga joylashim kerak. Mana dizel ham to'ldirib bo'ldim, max. Bu ham platniy yo'l, mana shu yurgan yo'limiz ham. Dushga kirib chiqdim.
Endi Platonga где-то $100 pul tashlab qo'yishim kerak. U shu 500 ming tangani oldim. Ya'ni $1000 oshiqroq pul olganman tangada, qozoq tangada. Shu yarmi ketdi Salarkaga. Hozir shu bilan где-то yana 150 ming pulim qoladi u yoqda tangada. Qaytib kelishimda Salarga qo'yib o'tib olaman O'zbekistonga. YouTube, Instagram, WhatsApp. Mana internet 11 плюс 5 16 евро. Услуги подключены. YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp без лимит. Ya. Shunda 5300 solasiz 19-iyulda. O'tgan safar olgan sim kartamga aynan 4800 tanga ekan. Yangi sim karta 5000 ekan. Shunga bitta yana yangi sim karta olib qoldim. Probekka 00 qilib yo'lga ham chiqib oldim. Hozir 21 kilometr yuribman. Biz Aktobega boramiz. Aktobedan Sagarcha o'tib Orenburgga o'tamiz. Rossiyaning Orenburgskiy oblastiga o'tamiz. Xudo xolasa, qani bitta o'tirishda qancha kilometr yurganimni ko'rasizlar. Xudo xolasa, qayerga yetib borishimni, qayerda to'xtab dam olishimni hammasini xudo xolasa yoritib boraman bir chekkadan. Shimkentga где-то 50 kilometr qoldi, Shimkent sentriga. Yo'llardan ham o'tamiz. Nasib qilsa, yo'llarni ham ko'rsataman. Chiroyli kadrda, zo'r mushikalar bilan. Tezligimiz maksimalni 120 gacha chiqadi. 120 ga ham chiqib ko'rganman-ku, lekin hozir mana shu bir xilda 100 da tushib ketgan yaxshi. Rossiyaning yo'llarida 90 bemalol 90 da ограничение ham 90 yuraveraman, lekin mana Qozog'istonda jicha xavfliroq, chunki orqadan gaylar kelib qolishi mumkin. 78 ga qo'yib olib yuraman. Hozir spustlik uchun qo'yib yubordim, haligi ochiqcha dimlamasdan mashinani. 314 kilometr yurib, Qizilordani oblastga kirib keldik, Turkistondan chiqib. Bu yog'iga yana kamida 300-400 kilometr yurishimiz kerak. Soat 12 bo'ldi. Mana shu joydan boshlab Aktobe Rossiyaga o'tgunimizgacha ikkita polosali yo'l yo'q. Buni bu yog'iga yo'llar ham yomonlashib ketadi. Mana polosa ham bitta polosa faqat. Bu yo'q streshniniki уже. Qizilordani sentridan, xullas Abxatnoydan o'tib ketyapmiz hozir. Где-то 563 kilometr yuribmiz. Soat 3:30 bo'ldi soat. Stansiyaga kelib, Regio joyiga kelib to'xtaganidan orada uxlayotganimda chiqib ketib boshqasi. Shu kelib qoldi. Shu reflarning yonida uxlasanglar, vaqti uxlatmaydi sizlarni. Hozir nariyoqqa boshqa joyga olib yana uyquni davom ettiraman desam ham uyqu kelmaydi-da kunduzi. 723 kilometrmikan yurganda masjidga kelib to'xtadik. O'ma magazinga kiramanda, shu yerdan narsalar olib chiqish kerak. Keyin bitta choy ichamiz. Yo'lga chiqaman keyin. Kechagi kuni 726 kilometr yurib to'xtagan ekanman. Hozir soat 3 bo'libdi. 3 dan 20 minut o'tibdi. Endi Dagansa yo'lga chiqamiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Bundan bu yog'i mana mashincha cho'l. Bundan keyin hozir где-то 50 kilometrdan keyin 200 kilometr antena umuman chiqmaydi. Telefon vobshe ishlamaydi. Ashuna qilib haligi signal berib turishimiz kerak orqadagilarga. Polosa yakkalik uchun obgonga chiqayotganda qanaqadir ozgina yordam bo'ladi. Yo'qdimi jicha qo'qda chiqqani. Yo'qdim. Xullas bizning yo'nalishimiz 900 kilometr Aktobega. Deb anaqa haliginaqa olib oldim, magazindan olgan narsalarimni aytmayman. Shular ham kepkami, nima deydi bilmayman, lekin shunaqa olib oldim. Endi Qirg'iziston Dagansa xudo xolasa Aktobegacha to'xtamaymiz inshaalloh. 900 kilometrdan keyin Aktobedan keyin 80 kilometr granitsani o'ziga. O'chert hozirgi payt dalniy moment 8 kilometr bo'lyapti ekan. Endi borgunimizgacha ozayadimi yo yana ko'payadimi bilmadim.
yo'ldan shunaqa mol qo'ylar chiqib qolishi mumkin. Sekin tormozlab yurish kerak, chunki bu mol yugurib borishi mumkin. O kelyapti yana. Bir paytlar mana mashinalar Orol dengizi bo'lgan. Imенно shu yerdan o'tib ketyapmiz. Xullas dengiz bo'lgan, keyin qurib ketgan. Xullas ko'pchilik biladi-yu. Shu joydan o'tyapmiz. Lekin shu qurib ketgan holatida ham mana o'yinlarda normalniy suv bor. Kamerada ko'rinmayapti, juda uzoqroqda suv bor. Mana yerda ham hozir suv bor edi o'tib ketgan joyimizda. Xudo xolasa Aktobega примерно 650 km qoldi, chegaraga 750 km atrofida qoldi. Kechqurun Qorabutaga kelib, yana 750 km atrofida yurgan edik hali to'xtagan joyimizdan. Shu yerga kelib to'xtadik. Hozir endi granitsaga 450 km qoldi. Xudo xolasa boraveramiz. Taxminan bilishim bo'yicha Telegramdagi kanallardan boshqalardan bilishim bo'yicha 7,5 km o'chish bor ekan. Bu degani 12 soatdan oshiqroq vaqt o'tamiz. Bu yerdagi tezroq ishlaydi, chunki bu yerda оформление yo'q. Kirasizlar, pechat to'ldirasizlar. Chiqib ketasizlar, boshqa haligi muammosi yo'q bu yerdagina. Unaqa dasmotor tekshiruvi ham O'zbekiston, Qozog'istondagidek qattiqroq emas. Shunday yo'lda ketayotganimizda shunaqa joylar ham chiqadi, qaranglar. Bundan ham yomon joylari bor. Streshni kelib qo'ymagani uchun bemalol mana yerdan o'tyapsiz. Streshni bo'lsa majbur shuning ichidan ustidan o'tasiz yoki kutib turasiz. Xuddi mana shu yo'lda birinchi reysimda birinchi o'rgatgan ustam mana shu darag'i hazillashib hamma salom berib o'tadigan darag' deb hazillashardi. Endi prosta gap deganda gapirganimni bilmadim-u, lekin shu yerdaman hozir o'ziga сообщение yozib qo'ymoqchiman. Jigarlar bulutni chiroyliligini qaranglar. Va nihoyat biz 2 kun, 1,5 sutkadan oshiqroq Qozog'istonda yurib kirib keldik. Sagarcha mana Jaysan chegara bo'lsa kirib kelyapmiz. Xudo xolasa O'chirt qanaqa yerdan ekan? O'chirt mana yerdan boshlanyapti. Xullas shunda 9 km O'chirt bo'lyapti, 9 km. Bu O'chirtdan qachon o'tib olamiz bilmadim. Oho, ancha borda mana. Ko'ringlar. Vahshiy xullas uzun. Обучение qo'yib olamiz mana shu yerga. Xullas jigarlar havo 20-25 bo'lyapti, unchalik qizimagan. Mana bu balonni mashinalari teyapti-da, mana u chiqib qolgan, mana unda turibdi-da. Shu teyapti. Bu tarafim tirshotka bo'shab ketib qolgan. Endi plombani urib bo'lgani uchun torta olmadim. Mana yerda zazor bordi. Mana shu yerdan tashlab yuboryapti, nimadir. Plomba ilinganda hech nima qila olmayman. Ozgina uxlab qolibman, 10-15 minut ana orqadan mashina kelib o'g'atdi. Xullas, shunaqa joyda uxlab qolsanglar 3-4 marta o'g'atishadi, keyin 4-5-larida o'zi sekin oldinglardan o'tib ketishadi. Hushyorroq bo'lish kerak. Videoda o'zim bilib aytgan gaplarimni hammasi bilmagan insonlar uchun aytayapman. Bilgan insonlar sizlar bularni haligindaqa qilib to'g'ri qabul qilmanglar. Men sizlarni bilishinglarni ham bilmayman bu narsalarni. Kimliginglarni ham bilmayman. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar. Hali bilgan insonlar yo aqlli insonlar kommentariyada har xil gap yozishi mumkin. Bitta narsa shaxsan o'zimda ham ko'cha-ko'yda ko'rib turib shunaqa gryaz odamlar ham bor. Gapirganlar ham bor. Sen YouTube'ga shunaqa video qilasan, Instagramda video qilasan, narx-navo so'rasa gapirasan, shuni gapirasan, buni gapirasan, shuni hisobiga hamma qiziqyapti. Hamma furaga qiziqyapti, olyapti, shopur ko'payyapti, furach ko'payib ketyapti, narx-navo yo'l kira tushib ketyapti. Shuni sal hali определённый nima qilgan deyapti. Avvalambor rizq Xudoning qo'lida. Men qilmayman bu videoni. Chakana inson qilmaydi. Mana ruslarda ham bor dalnibo'chi blogerlar. Hamma millatda dalnibo'chi bloger bor. YouTube'da ham, Instagramda ham hammasida bor. Nimaga u millatdagilar rizqini o'ylab, mana o'zi biz musulmonmiz, asli biz haligidan qilishimiz kerak. Sal ular haligidan qilib turib, unaqa narsa qilishmaydi, gapirishmaydi. Sen nimaga bunaqa video qo'yapsan? Shopur ko'payib ketdi. Bo'lmasam Rossiyada xususiy texnika juda kam. 30%, 35%, maksimum 40% bo'lishi mumkin, lekin hali xususiy texnika kam. Ularda unaqa fikr yo'q.
shu bizni cho'pillarda, bizni insonlarda haligi fikr bor. Haligi fikr mayli o'zini mashinasi bo'lsa, birovning mashinasini minib olib, arenda yokida yo'l kiraga hali borib kelsa 5-600 dollar pulni beradigan insonlar ham kelib gapiryapti. Xafa bo'lmanglar, avvalambor. Ular ham bor, balki ko'rishar, chunki qiziqib turib kirishadi, обязательно. Shuning uchun aytaman. Bilgan narsalarimni aytib o'tib ketyapman, bilmagan narsalarimni bilmayman. Sizlar kommentariyada yozib qoldirsanglar ham bo'ladi, bilmaganim yoki xato gaplarimni yoki qanaqadir gapda hali dudulanib qolgani boshqa narsalarni gapirsanglar bo'ladi. Xullas jigarlar urushi vaqti cho'tkisi bo'lyapti. Mana bu moshlar. Buni oldidagi bitta Shimkent mashinasi bor. Kelasi bezochir haydayapti. Men uspet qilmay qoldim. Xullas chiqishimga mana yerdan o'tib ketib qoldi. Narigi mashina uspet qilib to'sib qoldi. O'tkazmayapti. Xullas hozir o'tkazmayapmiz. Mana orqa ham normalniy o'chirib bo'lib ketgan. Hamma uxlab qolyapti, yurmayapti-da. Shuni hisobiga, lekin hali hech qancha jiljimadi. 2,5 kilometr jiljidi, soat 1,5 bo'ldi. Jigarlar, xudo xolasa soat 3 bo'ldi. Saharga 3. Mana biz turgan o'chirt 2,6 kilometr qoldi. 8 kilometrdan soat 3 gacha shuncha yurib keldik. Men bu o'chirtni nima qilib, hozir hech nima emas ekan deyapman. Mana o'chirtni ko'ringlar, mana Mashtakovani narigi Uralskka o'tish 17 kilometrli o'chirt ekan mana shu o'chirt, qaranglar. Yarim soatda 5 kilometr qo'shilibdi, yarim soatda. Mashtakova Rossiyadan Qozoqqa o'tish. Ko'ryapsizlarmi akalar? Yarim soatda. Xullas bu o'chirt ishtimamas ekan Mashtakovani yonida. Ana nihoyat soat 3:30 deganda mana chegaradan chiqib oldim, Rossiya tarafga o'tib oldim, xudo xolasa. Jigarlar, endi Dakansa yana yo'l yuramiz. Qani o'chirt qayergacha ekan ko'ramiz bu safar. 10 kilometr atrofida deyishayotgan edi. Xullas, ancha uzoq ekancha bu oxirigacha syomka qilgani kuchim yetmaydi, minuti ham cho'zilib ketadi. Granitsadan 20-30 kilometr chiqqandan keyin Ozarbayjonlarning oshxonasi bor. Shu yerda choyni ichyapmiz, endi to'xtadik, xudo xolasa. Keyin yana Dakansa yuramiz. Respublika Qozog'iston, I10 ga Orenburg. Biz Orenburgga qarab yuramiz. Ishtima ketyapmiz. Orenburgdan Samaraga 560 kilometr. Прямо 19 километров. Hozir shu yaqin o'rtada transportning kontrol bor, shu to'sada обязательно, agar nima qilsa syomka qilib olaman. Ko'rasizlar, nima so'rashi, qanaqa dokument so'rashini aytaman. Mana уже nari mashinalarni to'sdi. To'xtatdimi sizni? Yo'q. Yo'q, to'xtatmadi. Endi to'xtatdi. Hamma beriladigan dokumentlardan ham bitta определенный dokumenti bor, shu dokumentni bersanglar bo'ldi. Zagrab pasportni. Shu bilan qo'yaveradi. Xudo xolasa. O'tdik, bo'ldi, chiqdik. Endi Orenburgdan chiqishda bor 200 kilometrdan keyin, 150 kilometrdan keyin mekan atrofida shunaqa bor. Shu yerda bor bitta shunaqa transportning. Bu yerdan o'tgandan keyin polniy bak qilib yana salarkani to'ldirib olamiz. Bir tochka salarkan qoldi. Bu salarka bilan 2000 kilometr, 2300 kilometr atrofida yuraman. Hozir lekin 1900 kilometr yurdim. Solilensk chegaradan chiqqandan keyin birinchi haligi odam gavjum magazin bor, haligi xullas gavjumroq o'zbekchada qilib aytganda guzar.
shunaqa joy bor. Birinchi keladigan joy Solili chiqdi. Shu yerdan hozir Platonni pulini ko'rib olishim kerak. Qancha puli bor yo'q, shuni bilib olishim kerak. Keyin pul solaman agar bu ozgina qolgan bo'lsa, bo'lmasam javajli narsa emas, chunki buni postoyanno yoqib yurmayman. Shunaqa transportnilar to'sganda yoqaman. Mana o'sha Platon shunaqa ovoz chiqarib qo'yadi. Yoqib o'chirganimda gay to'sganda yoqaman, nima qilganda o'tganimdan keyin o'chirib qo'yaman. Shuni so'rayapti baribir. Agar bu bo'lmasa 5000 rubl shtrafi bor. Bugun yakshanba kunligi esda yo'q. Platon chiqarib beradigan ana ofisi dam oladi. Shuni ertaga shu yerda xotirjam damni olib o'chirtdan o'tganman. O'zicha charchaganman. Unaqa ko'p ham yura olmasam kerak. Yurganimda ham shunga shu yerda dam olib ertaga ertalab chiqaman. Hozir soat necha bo'ldi? 16:17 bo'ldi. Kiyimlarimni almashtirib, xullas kirib chiqdim magazinga, bozorlik qilib chiqdim polniy. Bu yerda zavtrakka и общий ужин pujinga tayyorlanadigan mahsulotlar bor. Roltonlarni ham haligi tezroq chiqib ketadigan, tezroq yeb narsalarni tezroq abid qiladigan joyda bemalol yesam bo'ladi. Bularni xolodilnikka solmayman. Xolodilnikni ham polniy tozalash kerak. Eski narsalarim, mana shu narsa qolgan ekan. O'zi sir bilan mana ozgina shashlik bor ekan, qiyma. Shu narsa endi hozir xudo xolasa hamma narsa halol. Imkon qadar shu narsasiga qarab olish kerak. Bu yerda bitta ham nimada svinina yo'q, mana говядина turibdi, katta qilib yozilgan. Zavtrakka hali bemalol mana tuxum bilan qo'g'irgani, pishirgani mana shu ikkalasi zo'r. И вот yogurt. Tushonka ham yaxshi, tezda alginaqa bo'ladi, tayyor bo'ladi, yeysizlar. Ta'sir bo'lmasa, manaqa piyoz, kartoshka, pomidor, shunaqa narsalarni olganman. O'zi uydan olgan nonim bor, lekin prosta mana u non bilan yeydigan ovqat ham bor, отдельный. Hozir shu ovqatni qilmoqchiman. Ujinga mana sherigim ham bor, bilsanglar, shu sherigim bilan birga. Bularni bir chekkadan joylayman. Telefon qilyapti-yu. Voy, aka. Qayga? Bo'ldi, yuravering, yuraman aka. Xullas bugun mana shunaqa narsalar bilan esda qolarli qilib Ramzxon akam bilan ujin tayyorlayapmiz. Men tayyorlayman deyapti. Ha, men. Ramzxon akam tuzni ocha olmayapti. Yo'q, ochyapti. Xullas shunaqa. Yana следующий haliginaqalar bor. Tuxum bor, sir bor, uni oxirida solamiz. Platonimni pulini ko'rsatadigan qilib, mana mashin 2074 rubl puli bor ekan ichida. Shuni pulini ko'rishim uchun qanaqadir deklaratsiya, pasportimni ruschaga perevod qildirib keldim, tex pasportimni perevod qildirib keldim, доверенность qildirib keldim. Shunaqa narsalarni qildirib nima qilib olish kerak ekan. Hozir soat 5:30 bo'lib ketdi o'sha. Kecha ertalab 9:10 larda turib harakatni boshlagan edim. Solenskiy shahrining ichiga, mana shu Solenskiyning ichiga kirib chiqdim. Endi xudo xolisa sekin yurish arafasida turibman Samaragacha. Samaragacha emas, jalshi uyqumiz kelgan joygacha ketamiz. Xudo xolisa 1850 kilometr yurdik. Ana yo'lda 200 kilometrdan keyin dizel bor, shu yerdan dizel olib olamiz. Mana chiroyli manzarani qaranglar, jiyanlar. Yana ham to'liqroq olishga uspet qilmay qoldim. Xullas yomg'ir bir yog'adi, bir to'xtaydi, bir yog'adi, bir to'xtaydi. Shunaqa bo'lyapti ob-havo. Orenburgdamiz. Biz Orenburgda Abxatnoydamiz, chiqdik, pastdik. Havo aynan qandaydir. Mana palasani bossanglar, shtraf, normalniy, gay-pay bo'lsa oldimda. Endi men chiqib oldim, obgonga ham chiqa olmayman. Mashina bor yo'qligini aytib qo'ysa-yu, bu Rossiyaning shopirlari вообще unaqa emas, вообще bir bezbet bo'ladi shunaqada. Hech bittasi ham aytmaydi. Bundan oldingi olgan kadrimni qo'yganimga 3 minut bo'lmadi.
Xullas, rashtaqa joyda ketyapmiz. Xullas, podiyomda shunaqasi ham bor, jigarlar. Vobshe sekin qolib ketib qoldim. Tichalik qaramay qolibman. Hozir bundan oldin syomka qilaman deb skorost almashtirgan uspet qilmay qoldim. Lekin shunda ham 11-skorosda chiqib ketyapmiz. Mana. Shunaqa chiroyli manzarada quyosh botishini tomosha qilib ketyapman. Sizlarga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Hop. Rossiyaga kirib kelganimdan beri 350 km atrofida, 400 km atrofida yo'l yurdim. Ikkita Gaiga, bitta Solenskidagi, Platonimni telefonimga programma qilib ochib beradigan, yana bir ikkitasiga ruschaga, xullas ishim tushdi, juda kam odam ishim tushdi. Tilni umuman bilmayman, pashti 10% dan 5% dan bilmayman, salom berishni bilaman. Yana bir ikkita narsalarni, bitta ikkita so'zlarni bilaman, xolos raqamlarni vobshe bilmayman. Xullas shunaqa narsa, tildan umuman muammo bo'lmadi. Til bilmasligimdan, til bilmayman deyishsa ham uyalmayman. Bular chunki agar ruschani ozroq qilib, hali tushunmagan narsalar ham, xato gaplar ham bo'lsa, bular umuman ustimdan kulmaydi. Biznikilar kulishi mumkin, ruschani bilmaysan ekan, anaqa ekan, manaqa ekan deb, lekin bular rus bo'lib turib bilmaganimga kulishmaydi. Bir bu, ikkinchidan men rus tilini bilishga majbur emasman, должен emasman, o'rganishga ham majbur emasman. Sizlarda ham shu narsani haligina qilib bilmaganlarga shu narsani ta'kidlab qo'yaman. Rus tilini bilib yoki rus tilini o'rganib yo'lga chiqib haligina qilishga majbur emassizlar. O'zi ozgina qiyinchilik ko'rasizlar. Переводчи bor, unaqa qiyinchilik ko'rmaymiz. Telefon bor, rasm bo'lmasa biladigan odamga telefon qilib bersangiz bo'ladi. Yoki yaqin o'rtada o'zbek odam tiqilib yotibdi. Haligi tilni bilib chiqish kerak, tilni bilmasa qiynaladi, bunaqa degan narsalarni miyalardan chiqarib olinglar. Vobshe tilni bilmasligimni haliginaqasi yo'q. 752 litr dizel ketdi, ikkala bakka ponni. Match ponni bak salarga bizga 53.383.512 so'mga to'g'ri kelibdi. Buni 1 litr necha pulga to'g'ri kelar ekan? 7100 so'mga to'g'ri kelar ekan. Qozog'istondagi 7500 so'mga to'g'ri kelgan edi. Hozir 753 ta qo'ydim salarga. Birdan 42 minut o'tganda yana yo'lga chiqib oldim. Xudo xolasa, endi agar ertalabgacha uyqu kelmasa, Kolomnagacha 900 km bor. Manzilim Rastamoshkamgacha. Shu yerda Rastamoshkani qildirib, Moskvaga kirib ketaman. Shu yergacha 900 km bor. Shu yergacha borib olaman agar ertalabgacha uyqum kelmasa, Xudo xolasa. Jigarlar, bizda bitta yomon xabar bor. Xullas, vobshe hozir ko'rsatadigan bo'lsam, yuraklarim siqilib ketyapti. O't meni mashinam. Nima qilishni ham bilmadim. Srazu shu birinchi kelgan stankaga kirdim. Ertalab ko'ramiz endi, Xudo xolasa. Imundan qayerdan yo'q ko'rinayotgani, o'qiyotgani bilinmayapti. Ha? Hozir istayapmiz yana. Rasa bo'lmasa bir qatorga bo'lib turib keyin ko'ramiz. Imundan qayerdan yo'q ko'rinayotgani, o'qiyotgani bilinmayapti. Ha? Hozir istayapmiz yana. Rasa bo'lmasa bir qatorga bo'lib turib keyin ko'ramiz. Скоро мы грифтим бул, то сатузи что там жутный. Мы уж хавайоли. Avtolim oqib, shubga vobshe ilashmayapti. Avtol oqib, xullas shu yerdan bitta avtol oldim. Tojiklar remont qilyapti. Men seni musulmon zo'r joylarga olib boraman deb olib keldi. Hech pul desam 18 ming narx aytdi. Keyin jichi yurib turib rusga kirdim-da. Men bu yerdan olmayman dedim. Rusga kirdim, taksi sotib keldi. Kirib turib nech pul desam 16800 dedi. Tushib berasanmi desam 16 ga beraman dedi. 16 mingga olib, mana endi sekin yo'lga chiqaman.
Yog' oqqan joyini endi yuvib yubormoqchimiz. Yuvib keyin aniq tashxis qo'ymoqchimiz. Turbinani tagidan 4 ta bolti bor ekan, shu 4 ta bolti bo'shab ketgan. Shuni rezbalari o'lib bo'shab ketgan. Shuni chiqarib turib boshqa bolt qo'ydi. Hozir tekshirib ko'ryapmiz. Endi oqadimi, oqmaydimi? 20 litr avtobusda o'zi ketdi, polniy. O'zbekistondan tashqariga chiqqandan keyin 5 so'mga bitadigan ish 20 so'mga bitadi yoki 15 so'mga bitadi. 2 barobar, 3 barobar qimmatiga bitadi. Hozirgi mana shu 4 dona turbinaning tagidagi patrubkadagi ana boltni almashtirish qanchaga tushdi? Bo'lmasam eski rабочий bolt qo'ydi. Zapchas pul olmadi. Shu 20 kilometrga kelib ketganiga 40800 so'm pul ketdi. Ya'ni 20 litr avtolga 16800 so'm, 24000 so'm xizmati bilan mana taksisiga shunaqa pul ketdi akalar. O'zbek puliga qancha bo'ladi bu? Hozir hisoblab ko'raman. O'zbek puliga 40800 so'm. 6.440.000 so'mga tushdi. Shu 4 dona bolt 20 litr avtol. Shunaqa, endi nima qilamiz? Boshqa iloji yo'q. Bu yo'l boshqa hech kim yordam bermaydi. Xullas haliga sherigim ham bor edi, sherigim ham ketdi. Esinglarda bo'lsa. Endi xudo xolasa yo'lda yuramiz Dakansa. Yana ham meni baxtim shu Alekseyevka degan Samarada katta stenka bor. Shuni atrofida ustalar bor, tiqilib yotibdi. Tojik ustalar bor edi, shular bilan gaplashib haligindan qildim. Nomerlarini topdim. Xullas, yana ham shu 20 kilometr razitsa bo'lgani uchun agarda 200 kilometr, 300 kilometr chista dalani o'rtasida hech kim yo'q joyda bo'lganda vobshe bo'lardi. Bundan buyog'iga qayerda ustaxona bor, qayerda yaxshi nima bor bilmayman. Bu Alekseyevkada o'zbek ham ko'p, rus ham ko'p, tojik ham ko'p, qozoq ham ko'p, qirg'iz ham ko'p. Stenka polni oshxona ham bir o'zbekcha oshxonadan bir 4 ta 5 ta oshxona bor edi. Meni marshrutimga 930 kilometr qolibdi. Mana marshrutim xullas. Hozir biz Samaradamiz. Samaradan chiqdik. Hozir Volga daryosining ustidan o'tamiz. Keyin Penza, keyin Rizan, Rizandan keyin mana Kolonna. Moskvaga yetmasdan shu yerda Rastamoshgan. Yukim Moskvanicha kirib ketadi. Mana Moskva. Mana yo'limiz. Hozir mana shu o'rtada bitta magazinga kirib, mana yerda xullas nima bor ekan, zapravka. Shu zapravkani magazindan pulimni maydalab olishim kerak, chunki hozir Talyatiga kirib kelyapman. Gay bo'lsa pul ketadi. Hamma pulim 1000 TL bo'lib qolgan. Bitta ham mayda pulim yo'q. Shunga mayda qilib olishim kerak. Dizel 67 dan ekan. Men 45 dan qo'ydim. Rosa mayda qilib ber deyishni bilmayman-ku, lekin kirib shu narsalarni olib chiqib turib, suvlarni olaman bir ikkita. Shular bilan keyin pulim mayda bo'lib qoladi. Xullas o'zi energetika ichmasidan majbur oldim. Chunki uyqu ham yaxshi bo'lmadi, bundan bu yoqqa ham dal shu yurishim uchun. Avtol oqmagan, hamma yo'l chotki. Endi Dakansa yuramiz. Qani bo'lmasam Dakansa zo'r kadrlar bilan bitta muzika bilan ketdik.
Jigarlar, bir rest ichida hamma narsa esimda qolibdi. Mana akaxon meni yo'qlagani kelyapti. Juda ko'p gaplashib turmadik. Xudo xolasa. Bir rest o'zida esimda qolibdi. Qaranglar, qanotda nima bor, qanotda to'xtasam, qayerda gay bor, qayerda transportniy bor. Xudo xolasa. Jigarlar, lekin bunisi asabni buzyapti. Taxograf so'rab, chip karta so'rab, lekin ishtimam yo'q. Mayda pulim ham qolmadi. Shu uchun hozir mana shu yerda turibman. O'tgan safar xuddi shu svetoforda, xuddi shu gaylar turgan joydan qizilda o'tib ketgan. To'xtashga uspet qila olmaganman. 90 kelayotganimda kechqurun edi, kechasi 1-2 larda stadiondan shunday chiqish kerak svetoforda o'sha bitta emas, kelgan bir 3 metr oralig'ida 3 ta svetofor bor. Bittasiga sig'mayman o'tgan. Xullas oxirgisidan qizilda o'tdim, birinchisidan migat qilganda o'tdim, ikkinchisidan sariqda o'tdim, oxirgisida qizilda o'tdim. O'tishimga sразу to'sda yugurib chiqib, bilmagan edim, birinchi marta o'tayotganim, o'tgan mustaqil reysda birinchisiga o'tgan safar. Shunda kelgan yarim soat turdim. Oxiri o'zi bo'pti, davay ketaver dedi, ozginaligidan qildim. Endi определённый aytsam bo'laveradi, 700 pulim olgan o'tgan reysda. Juda ko'p bermaganman lekin. Ano kolonnadagi transportniga eng ko'p bergani 1000 bo'ldi, shu yerda bo'ldi asosan. Endi bundan bu yog'iga har bitta obulsa kirib chiqqanda, haligidaqa bo'lganda shunaqa akalarni yo'qlab turamiz bir qator. Vakansiyaga yo'lda davom etamiz. Hozir to'g'risi maydan qolmagani uchun bitta o'zbek akani to'stida ratsiyadan chiqib, aka mayda yo'qmi dedim. Mayda bor dedi, davay unutib dedim. O'tib mayda qoldirib turib keyin berdim. Shunda ham baribir lekin 300 oldi. Shunaqa akalar, xudo xolasa yo'lda davom etyapmiz. Penzaga 97 kilometr qoldi. Ratsiyadagi reklamalarga qaraganda Zolotoy Petshopga yaqinlashib qolgan shekilli. Xudo xolasa Zolotoy Petshopga kirib, Dalivkaga 3-4 litr avtolov olaman. Yana Dakansa yo'lda davom etaman. Jigarlar, endi mana shu yerda katta stenka bor, Zolotoy Petshop. Mashquni zapchas magazin narsalar. Shu yerga kirib avtolov olishim kerak. Ruschani yaxshi bilmaganimga hozir kirib rus tilida nima deyishimni tushuntirishim kerak edi unga. Menga gastrol 10 ga qarab kerak. 10 necha bo'ladi? 10 qarab necha bo'ladi? 40. Gastrol 10 na 40 есть deyman. Kirib turib xullas shunaqa deyman-da. O'zim ham ba'zida tushunib olaman bilmasimga. Tushuntirib olaman. Aqalay bir narsa qilaman. Xullas bunaqa joyga kelganda mana shunaqa narsalarni olgim kelib ketadi-da. Mana shu kiyim olgani kirsam olgim kelmaydi. Bir yeguli olgani kirsam kelmaydi. Shunaqa narsalar, shunaqa bir aksessuarlar mashinaga qo'yadigan shunaqa narsalar o'zi olaman men. Ot, mana bizga imенно shundan kerak-ku, uni faqat Zolotoy kerak bizga, mana qatilla rangi bor. Bu original Volvo'niki ekan. Avtolni olib chiqdim. Endi Qozog'istondan olgan cho'tkam bor. Shu cho'tka bilan qorong'i tushyapti, yo'llar yaxshi ko'rinmashi mumkin changligini hisobiga. Xullas, mana shu jamadonda mana olgan cho'tkam bor Qozog'istonda yangi. Shunda bitta aynalarni artib olaman. Penzani shahriga kirib kelyapmiz. Xudo xolasa. O'sha soatimiz ham O'zbekiston bilan 2 soat farqiga o'tibdi. 22:41 O'zbekistonda. Penzada 20:41. 2 soat orqada qoldi O'zbekiston. Penzaga, Makshanga, haligi transportniga 19 kilometr qoldi. Впереди камера на 60. Jigarlar, manzilimizga 10-15 kilometr qoldi. kilometr qolganda mana shunaqa joyga kelib qoldim akalar. O'zbekistonda soat 5:30 bo'libdi. Bizda soat 3:30 bo'ldi. Lekin yop-yorug'. Yomg'ir normalniy yoqqan bizda. O, jigarlar, Kolonskiy город. Sahar hech kim yo'q ko'chada.
bitta o'zim yuribman. Впереди камера на 40. Впереди несколько 4-5 лежачих kilometr deb полицейских. adashib ketibman. 4-5 kilometr deb. Karta navigator noto'g'ri ishlayotgan ekan. Hozir yana adashib qolishi mumkin navigator. Sirazi boshqasiga olib oldim, boshqa programmaga. Kolonnani tarixiy obidasi shekilli akalar. Asa g'alati zdaniyalar bor ekan bu yerda. O'g'rilar. Rossiyaning ba'zi joylari qanaqadir tushunmaydigan chiroyli atmosferasi bor joylari bor. Xuddi hali Yevropada yurgandek tasavvur qilyapman o'zim bu yerlarni ko'rib turib. Jigarlar mana shu tamojada ichiga ekan, xullas. Mana shu dokumentimni kirib hozir ko'rsatib chiqaman. Keyin bir gap bo'lar. Xullas kirib smerda topshirdim, mana qog'oz berib, pasportimni kopiya qilib smerimni qaytarib berdi. Endi sekin ichkari kiraman. Ichkarida syomka qilish mumkin emas. Hali O'zbekistondan birga kelgan sherigim mana bu yerda Samarada ayrilgan edik. Men remont qilgan edim u. Mana yerda yonimda shuni yoniga qo'ydim. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlar oddiy dalna bo'shlikni havas qilgan bolani 8 kunlik yoki 7 kunlik safarini ko'rdinglar. Boshidan oxirigacha, ipidan ninasigacha. Xudo xohlasa sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarim xudo xohlasa qaytib ketishimda bo'ladi. Qaytib ketishim jicha apasniroq yuk yuklayman. Nima yukligi ham tayyor. Chunki hozir bir dona smerli, bir dona yuk bilan, dokument bilan kelgan bo'lsam, qaytishda yoki 10 ta yoki 9 ta dokumentli yuk bilan ketaman. Mashincha pechat degan. Ularni granitsalardan olib o'tish, rastamoshga qildirish bor Toshkentda. Hozir bitta yuk rastamoshkasiga kirdim. Bu unaqa muammo bo'lmaydi. Bunga 12 soatda chiqib ketaman. Lekin Toshkentda bo'ladigan keyingi yukimga jicha muammo, granitsadan o'tgandan keyin saprovarjeniyadan olib o'tish kerak, rengin qilish kerak, polni xullas uni kiritish kerak, juda ko'p. Shu narsa haqida ham bo'ladi, yo'l kira haqida ham bo'ladi. U yukimiz jicha qimmatroq narxga qaytamiz. U yuklar bilan sababi muammo problemasi ko'pligi uchun yuklash ham bitta joydan yuklayman. Moskvani polni MKATga propus olganman, ruxsatnoma. Даже Moskva City yoniga atrofiga ham borishim mumkin, chunki o'tgan safar borganman. Shunaqa, xullas akalar, qimmatli vaqtingizni sarflab ko'rganingizlarga oldindan rahmat sizlarga. Xudo xolasa bizning videomiz shu joyda tugadi. Keyingi videoda inshaalloh ko'rishguncha hammanglarga yaxshi kayfiyat akalar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.